Mana qadrdonlar, bugungi mehmonimiz Asqar aka. Assalomu alaykum. Aziz o'rtoqlar, sizlar bilgan Prosta Festda Muhitdin akamiz endilikda muzqaymoqdan tashqari fast food mahsulotlarini ham tayyorlayapti ekan. Hozir ulardan yeb, mazasiga baho beramiz. Ketdik. Bismillah. Wow. Mana bizni oldimizga Sardor ham keldi, lavashimiz ham keldi. Bu lavash anaqa ekan, tandir lavash ekan. Zominda tandir go'sht bo'lardi, bu tandir lavashi. Zo'r ekan. Sardor ham Sizni kuttirimizda. Ishtahamiz ochiladi. Sizni ishingizni ko'rib. rostdan zo'r. Rostdan zominda o'zi ta'mirlashadigan juda kam, sanoqli, lekin hozir yeb ko'rdim, ta'miga ancha-muncha gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r ekan. Tavsiya beraman men. Dangal tavsiya beraman. O'rtoqlar joylariga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli, juda ham shinam. Sizlarni kelishlaringizni ham tavsiya qilaman.